Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum Amudaryo Qoraqalpoq xalqi. Men bugun sizlarga Go'zal degan ismli Amudaryolar 91-yil ayol haqida ma'lumot beracakman. Bu ayol oldin yuragimdan kardiologiyada yotgan, yuragi juda ham katta kasal bo'lgan, katta operatsiya qilish kerak bo'lgan. Yuragi deb qiynalib o'tirsa, buning serius pechin bo'g'ridan уже отказ bo'lib, hozirgi vaqtda bugun уже akşam kechda mendan yordam so'raydi. Men yordam bera olmadim, sababi ehson qilyaptir edim o'zim. İftorlik qilib o'tirganim uchun xabarlasha olmay, bugun azonda xabarlashsam, Urganchga ketib qolamiz, Adretepa deb bir qo'ng'ish kelinchagi operator Urganchga hech kimi yo'q, bu oilaviy ahvoli qiyin. Hozir uning Urganchga borib so'ylagan videolarini ham tashlayman. Assalomu alaykum, Adretepa, yaxshimisiz? Yaxshisizmi? Men shu internetda chiqqan taqvo go'zalmi? Shu moddiy yordam kerak bo'lib turibdi. Qo'llansdan kesar iltimos, menga yordam bering. Mendan qaytmasa sizga Xudodan qaytsin. Yaxshi, Qo'ldan kelgancha karta nomer qo'yaman. Kartaga pullarni tashlasangiz, musofirdagilar ham pullarni tashlasangiz, ehsonning mukofoti faqat ehson. Ro'za Ramazon oylarida birlashik. Musofirda yurganlar ham tashlasa bo'ladi. Hozir karta nomer qoldiraman. Ertang borib, o'zim ko'rib, postlab qo'yaman bu ayol haqida. Vrachlar bilan gaplashaman Urganchga borib. Sababi hech kim yo'q bu ayolning hozir уже bruzi qavotir. U qo'ng'ishi kelinchagidan tashlab keldi bu ayolni. Hozirgi vaqtda ehson 1.400.000 so'm jinoat turibdi. Bugun boshladim. 1.400.000 so'm degan 3 kunlik, 4 kunlik balinsaning puli, balinsaning bir kunlik narxi 300.000 so'm ekan. Hurmatli yaxshilar, Ramazon oyida bitiradan sadaqangiz bo'lsa ham kartaga tashlang, qo'lingizdan kelgancha shu ayolga yordam bering. Bu ayolning 3 farzandi bor. Sizning ehson qilishga qo'lingiz ya moddiy yordam bera olmayman desangiz, shu videoni maksimal do'stlarga tarqating. Sizlardan ishonaman, shu ayolning yordam berishimizga ishonaman. Shu ayolning jonini sizlar bilan birga avvalambor Alloh, keyin bizlarga Allohim sababchi qilg'ay, shu ayolning 3 bolasining oldinda jonini saqlab qolishga harakat qilyap, ishonaman buga. O'zim yetimchilik ko'rganim uchun, jonim ochig'ani uchun hamma ishlarimni jinab, shu ayolga yordam berish uchun harakat qilyapman. Bilaman, qo'lingizdan keladi. Inshaalloh sizlar bilan bu ayolni Xudo xolasa qutqarib qolamiz. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman. Menga yordam beringlar. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin sizlarga. Iltimos yordam beringlar.